Navbatdagi obyektimiz Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida. Qo'lqashlarimiz sizlarga manzur bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Hop, bu yerda qilgan ishlarimizdan inshaalloh qo'ldan kelgancha video obzor qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Biz bu yerda beton zina poyasini qilib berganmiz. Uy ko'rinishiga esa alohida baho berasizlar degan umiddamiz. Agar like olsa, like bosib ketasizlar. Biz bu yerda beton zina poyasini qilib berganmiz. Plashatkali, bu opalkasini oldinroq bizina poyani qo'yilgan, opalkasini yechilgan holati. Tepa tomondan ko'rinishi. Bu esa ikkinchisi. Kecha bunisini qo'yilgan. U yog'ida bitta, bu yog'ida bitta. Zina poyamiz eni 90 cm bo'lgan, balandligi esa 15 cm, oyoq qo'yadigan esa 30. Bu esa opalka yechilgan holati. Joyimiz общий balandligi 7 metr balandlikda. Общий balandligimiz 7 metr, etajimiz esa 3 etaj. Ya'ni podvalimiz 1, bu 2 hisoblasak, 3imiz tepada. Ana bu burchiga, shu burchiga dushovoyga manalt qo'yib ketganmiz, dushovoy qiladilar deb. Bu esa 3-etajga chiqadigan zona manbanisi. O'ng tomondagi, chap tomondagi esa bu yerdan plashatkadan 2-etajga kirish bo'ladi. Ko'pchilikni qiziqtirishi mumkin. Zina juda anaqa bu qopda chiqdi, tushdi-da. Albatta chiqdi, tushdi bo'ladi. Sababi bu yerda 3 etaj. 3 etajga bitta o'q bilan o'rilyapti quyonni. Hozir aytganimdek, shu yerda dush bo'ladi, dushovoy. Sana o'zi mana shu burchakka joy qo'yganmiz. Bu yerda shunaqa joy bo'ladi. Hop. Mana bu zina poyasi. Bu yoqqa o'zi mana 3-etajni hisoblaymiz-da. Endi 3-etajimizni eshik qismi, ya'ni kirish qismi shu yerdan 3-etajga. Bu yerda mansarda tomon bor ekan. Mansarda 4 etaj. 4 etaj hisoblasa ham bo'laveradi o'sha. Mana bu esa quyilgan, oldin opalkasini yechilgan variantda. Mana bu yoqni opalkasini yechildi o'sha. Bu yoqqa olingan opalkasini, qolipini. Kimnidir qanaqadir qiziqtirgan savoli yoki shunga o'xshash plan poya, zina poya, litsenziya, xizmat zakazlaringlar bo'lsa, ekranda burchakda telefon nomerimiz chiqib turadi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zinglarni qiziqtirgan savollaringizga javob olishingizga, javob berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha.
E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.